Xitoydagi radarlar va jarimalar haqida bitta qiziqarli ma'lumot. O'zbekistonda 60 belgilangan joyda, aytaylik 66 tezligida tushadigan bo'lsak, O'zbekistonda jarima qiladi. Xitoyda bo'ladigan bo'lsa 60 belgilangan joyda bemalol plus 20 tezlik orientir olsa bo'laverar ekan. To есть 60 belgilangan joyda 75, 76, 79 gacha tushsa jarima yozmas ekan. Mana ko'chalarni ko'rib turibmiz. Ko'chalarda birorta joyda, mana kelganimga, Xitoyga kelganimga bir hafta bo'lyapti, GAI ko'rmadim. Buni sababi Xitoyda shunaqa narsa bor ekanki, inson transport vositasi haydadimi baribir xato qiladi. O'zini xatosini o'ziga qo'yib berish kerak degan narsa bor ekan. Xitoy ko'chalarida juda ham mashinalar, skuterlar, mototsikllar juda ham ko'p. GAI to'xtatib, mashinani to'xtatadigan bo'lsa, probka qilar ekan. O'sha probkani oldini olish maqsadida GAIlar umuman turmas ekan. Hamma joyda kameralar, kameralarda ham jarimalarda adolat bor ekan.